Bo'lachami? Istanbul ekomarkaziga 7 yillik birlamchi bepushtlik bilan bemorimiz murojaat qilib keluvdilar. Sirdaryo viloyatidan tekshirganimizda xo'jayinlarining urug'ida jiddiy muammolar borligi va o'zlarini tuxumdonlarining po'stlog'i qalinlashib, shu follikullar yorilishi ham muammoli bo'lib qolganligini ko'rdik va bularga eko amaliyotini tavsiya berdik. Eko amaliyotini qilgandan keyin juda ham a'lo sifatli embrionlar paydo bo'ldi. U embrionlarni qo'yishdan oldin albatta gastroskopiya amaliyotini ham qildik. Undan keyin embrionlarni qo'yganimizda bemorimiz homilador bo'lgan edilar, tabriklagandik. Bugun esa ushbu homilani birgalikda sizlar bilan ko'ramiz. Demak, mana bachadon, mana bachadon endometriy qavati va mana o'sha 7 yil orzu kutilgan homila. Bu nima ekan? Nimani ko'ryapsiz? Mana bu yerda. Bo'lachami? Alloh mahkamadan bersin, eson-omon qo'lingizga sog'lom farzandni olish nasib etsin. Hurmatli obunachilar, sizlar ham mana shunaqangi baxtga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta Istanbul ekomarkaziga murojaat qilib keling. Barchasi Allohdan, Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha sizlarda ilk urinishda mana shunaqangi natijalar bo'lishiga qo'limizdan kelganini qilamiz. Salomat bo'linglar.